Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytar ekan: "Va la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Ey odamlar, men bu yerni isloh qilganman. Yerni sizlarni yashasin deb qilganman. Bu joydan anhorlar oqizdi Xudoyim, bog'lar qildi. Bir sekund ham farq qilmaydigan qilib quyosh ko'rinadigan qildi, quyosh botadigan qildi. Oy chiqadigan qildi, yulduzlar bilan ziynatladi, yashaydigan qildi. O'ladigan qilmadi. Odam o'ldiradigan qilmadi Xudo bu yerni. Ha? Bu joyda yashanglar dedi, rohat qilinglar dedi. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Bu yerni shunday isloh qilganimdan keyin bu joyni fasod qilmanglar-da. Alloh taologa xushu va tamaa bilan duo qilinglar, orzu qilinglar, duolaringizni qabul qilaman. Innalloha qoribun minal muhsinin. Ehson qiluvchilarga men yaqinman. Ehson nima? Ehsonni bitta ta'rifini kechagi jumada aytgan edik. Bitta eng buyuk ta'rifi bor ehsonni. Eng tushunadigan, odam orzu qiladigan bitta ta'rifi bor ehsonni. Alloh taolo ehson qilganga yaqinman dedi. Ehson nima desa, ehson bu Alloh taoloni ko'rib turganda ibodat qilishing dedi. Agar shunday qilsa, hamma narsa ehson hisoblanar ekan. Endi bunaqa qila olmaydi hamma. Payg'ambarimiz alayhisalom bunaqa qila olmaganlarga ham aytdilarki, agar bunday qilish kuching yetmasa, qo'lingdan kelmasa, Alloh meni ko'rib turibdi deb qilgan. Bir kishi namoz o'qiyapti, Alloh meni ko'rib turibdi deyapti. Yoki bo'lmasa, agar buni ham eplay olmasa, shu meni oxirgi namozim bo'lsa kerak desin. Birodarlar, Alloh taolo bizni ko'rib turibdi. Alloh taolo bizni yaratdi. Biz har kuni ko'raverib, o'rganib ketdikki, o'zimizni qanchalik narsa ekanligimizga. Xudo taolo bizni yaratgandan keyin bizdan bir narsalarni xohladi. Ibodat qilishligimizni xohladi. Ha? Xudo taoloning hikmati ajoyibda, hayron qolasiz. O'zi yaratdi, ibodat qilinglar dedi. Endi qarang-da. Va may yuqridulloha qardan hasana. Ey bandalarim, agar ibodat qilsalaring, men qarzman dedi. O'zi biz qarz edik. Ha? Bizni yaratgan edi u, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan edi. Biz unga qarz edik. O'shani uzish uchun namoz o'qidik. Namoz o'qisang qarzman dedi.